Hofiz bo'lishda qanchalik hofiz bo'lish kerak? Shu zamsura qilyapsizmi namozga? Alhamdulillah qul huvallohni val asrini. Qur'onni hammasi shunday bo'lish kerak. Adashish ehtimoli qolmaslik kerak. İchingizda adashasiz, banda adashadi iloji yo'q. Adashish ehtimoli emas, adashuv qo'rquv qolmaslik kerak. Ehtimol qoladi. Ammo adashuv xavotir qolmaslik kerak Qur'onni hammasida. Chunki hofiz bo'lishdan asosiy murodlardan biri Qur'oni Karim sizni zehningizda doim turishligi. Bu bir rivoyat keladi, ba'zilar Abu Zar roziyallohu anhuga nisbat beradi, ba'zilar Ali Zaynul Abidinga nisbat beradi. O'tirgan ekanlar, cho'ri ovqat olib kelibdi. Ovqat olib kelib, qoqilib, sirg'alib ketib, qaynoq ovqatni u kishining ustiga to'kibdi. U kishining oyoqlari kuygan. Endi cho'ri odatda odamlar cho'rini